Hop, bu video uzuncha yozuv olyapti. Asosan mana Amazon Relay'ga qanaqa capture qilish bo'yicha esimdan chiqib qolmasligi uchun. Hop. Общий setup qanaqa bo'ladi? Bizga burp suit kerak bo'ladi. Burp suit kerak. Общий capture qilish uchun undan keyin Android emulator root qilingan bo'lishi kerak. И bizga freeda kerak bo'ladi. Freeda server. Mana bu yerga kirib turib, freeda version deb yozadigan bo'lsak, mana hozir o'rnatilgan. Hozir menda 17.7.3 versiyasi turibdi. Kompyuterga freeda o'tkazilgandan keyin emulyatorga ham freeda o'tkazish kerak. Emulyator freedasi bilan kompyuter freeda versiyasi bir xil bo'lishi shart. Va emulyatorga o'tkazayotganda freedani emulyator Android arxitekturasiga qarab turib 8664 bo'lsa, xuddi shunaqa arxitekturali va kompyuterda o'rnatilgandagi versiyaligini emulyatorga o'tkazish kerak. Hop. Nimaga emulyator root bo'lishi kerak? Chunki freeda serveri emulyatorga o'tkazgandan keyin run qilish kerak. Mana misol uchun, mana 17.7.3 bor edi kompyuterda. Men xuddi shunaqa 17.7.3 ligini topib o'tkazganman va arxitekturasi 86-64 bo'lganini o'tkazganman. Root bo'lishi kerak, chunki root bilan run qilib turiladi. Undan keyin hop, relay'ni run qilish uchun mana xuddi shunaqa ketma-ketlikda run qilish kerak. Nimaga? Root degani mana bu yerda agar heartbeatsga kiradigan bo'lsak, root degani nima qiladi? Root degani ham rootligini berkitadi, ham emulyator ishlatilayotganligini bekitiladi. Mana bu yerda agar men rootsiz run qiladigan bo'lsam, Samsung emas, bu yerda o'sha Google deydi, o'sha emulyator o'zini arxitekturasini yozib qo'yadi. Bular Amazon bilib olishi mumkin. Agar rootsiz oddiy unpin skript o'zini run qiladigan bo'lsam, is emulyator bilan is rooti true bo'lib qoladi. Emulyatorligi root qilinganligi shundan bilinib qoladi. O'shaning uchun mana xuddi shunaqa ketma-ketlikda run qilish kerak. Endi bu skriptlar hozir C disk ichida relay degan papkada turibdi. Mana root bu rootligini emulyatorligini bekitadigan skript. Unpin bu o'sha SSL ni bypass qilish uchun. Relay burp settings bo'lsa, mana shu relay prilojeniyasini requestlarni capture qilish uchun tayinlab qo'yilgan burp suitni hamma o'sha nastroykalari saqlab qo'yilgan mana shu yerda. Capture qilmoqchi bo'lsa, mana shu yerdan burp suitga kelib turib, project settings, undan keyin load project settings qilib turib, mana shuni tanlanadi. O'shanda hamma kerakli nastroykalar o'zi load bo'lib oladi. Mana misol uchun bu yerda qanaqa nastroyka qilib qo'yilgan deyiladigan bo'lsa, bu yerga kirsak bizga nastroyka qilingani kerak emas requestlarni berkitib qo'yilgan mana bu yerda. Hop, targetga kiriladigan bo'lsa, targetda mana in scope degan bor. Scope'da mana kerak emas narsalar berkitib qo'yilgan. Mana bu narsalar oddiy log uchun bu narsalar agar berkitilsa juda ham ko'p bo'lib, o'zi aslida faqatgina kerakli narsalar emas, kerak emas narsalarni tiqib tashlaydi. O'shaning uchun nastroykalar mana mana shu relay burp settingsda to'g'irlab qo'yilgan. Demak, kerak bo'ladigan narsalar burp suit, Android emulator, root qilingan и freeda versiya. Freeda ham kompyuterda ham emulyatorga o'tkazilgan bo'lishi kerak. Bir xil versiyali bo'lishi kerak. O'tkazayotganda emulyator arxitekturasini qarash kerak. Bu hamma videolar anaqada ko'rsatilgan. YouTube'da bor mana. Mana bular ko'rsatgan. Bo'ldi, hamma eng kerakli narsalar mana shu.